Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana shu davlat agamashkamiz Ko'g'il Yaypandan kelgan hozir akani o'zini ko'rsataman. Bu akani mashinalarini juda ko'pini qilganmiz. Yangi tez mashinalar minada almashtiradi, xullas Damaslarni ham, Ko'g'il Gentralarni hammasini ko'rdik bu akani. Xullas mana yana yangi olib kelibdi, buni ham eshiklarni sozlagani keldi. Mana bo'lgan tarafini ko'rsatamiz. Ichilarni ham ko'rsatdik. Hech kim yo'q, oynalar berk. Oynalar berk. Mana yopilishini ko'rib turibsizlar buni. Xudo xolasa, juda ko'ngildagidek narigi tarafni ko'rsatamiz. Endi arqa eshigi uzarishida bo'lmaydi, chunki arqa eshigi o'zi gabariti ham kichikroq, vesi sal yengilroq, oldiga qaraganda shuni hisobga arqasi uzarishida bo'lmasligi mumkin, lekin yaxshi bo'ladi hozir. Mana bu ham orqasi mana ahvoli og'ir, bu ham yaxshi bo'ladi. Mana oldi eshigi. Mana ko'rganlaringdek. Qattiq ursa yopilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana shu davlat agamashkamiz Ko'g'il Yaypandan kelgan hozir akani o'zini ko'rsataman. Bu akani mashinalarini juda ko'pini qilganmiz. Yangi tez mashinalar minada almashtiradi, xullas Damaslarni ham, Ko'g'il Gentralarni hammasini ko'rdik bu akani. Xullas mana yana yangi olib kelibdi, buni ham eshiklarni sozlagani keldi. Mana bo'lgan tarafini ko'rsatamiz. Ichilarni ham ko'rsatdik. Hech kim yo'q, oynalar berk. Oynalar berk. Mana yopilishini ko'rib turibsizlar buni. Xudo xolasa, juda ko'ngildagidek narigi tarafni ko'rsatamiz. Endi arqa eshigi uzarishida bo'lmaydi, chunki arqa eshigi o'zi gabariti ham kichikroq, vesi sal yengilroq, oldiga qaraganda shuni hisobga arqasi uzarishida bo'lmasligi mumkin, lekin yaxshi bo'ladi hozir. Mana bu ham orqasi mana ahvoli og'ir, bu ham yaxshi bo'ladi. Mana oldi eshigi. Mana ko'rganlaringdek. Qattiq ursa yopilyapti.